Tanlangda uni quchoqlab o'tiring yarim soat. Shu rostdan ham ish beradimi? Bu Ya'ni natija bo'ladimi? oyoq yalang holatda, bu 1000%. Oyoq yalang holatda yerga ulanasiz va siz daraxtni quchoqlaysiz. Va bu chet elliklar juda ko'p amalga oshirishar ekanda, ijtimoiy tarmoqda chiqib ketdi, hamma daraxt quchoqlab o'tiribdi-da, mana nima qilishyapti deb o'ylagan ekanman. Eng qizig'i buni o'sha paytlar buvim aytardilar. Buvim o'sha odamlarni nima qilib davolagan paytlar men ishonmasdim. Keyinchalik o'zimiz darslarda bildimki, bu bor narsa. Asli o'sha qadimdan ota-bobolarimizda bu narsa bo'lgan, faqat yoritilmagan. Daraxt nafaqat mevasi bilan, hatto o'zini tanasi bilan bu tabiatga, insoniyatga juda kerakligini, ya'ni bizada har bitta amaliyotda daraxt praktikasi bitta 1 oylik kursni natijasini beradi. 1 soatlik daraxt quchoqlash 1 oylik kurs natijasini. Quchoqlab o'tirsam, meni telbaga chiqarib qo'yishlari mumkin. Mayli siz atrofda bilmang, lekin siz shunday kuzating va ko'zlaringizni yumib, meni tanamdagi, meni holatimdagi og'irliklar sog'lomlik holatini almashsin deng, oyoqlaringiz yechgan holatda ishoning, u daraxt hech qachon yo qurimaydi, nimadir bo'lmaydi, lekin sizga juda katta energiyasini beradi. Bu isbotlangan. Shunaqa dardli insonlar bor, balki u inson dardini olib daraxt qurib ham qolar. Ehtiyot bo'linglar daraxt quchoqlashda. Ko'p quchoqlab yormanglar, dardi ko'plar. Yo, bor, mana shu narsa bor. Bormi? Bor. Quchoqlab Shunday borib quchoqlab, bor, sal mazamiz qochib nima bo'lsa, quchoqlagandan daraxt quchoqlagan yaxshi. Borib shunday bor daraxtni quchoqlab kel. Hali ichingizdagi qanaqadir bir og'ir dardlaringizni ham quchoqlab olsangiz, o'sha darsdan o'tadi qanchadir nima. Yoningizdagi aktrisamiz bu tajribadan o'tkazgan ekanlar. Ha, men o'tkazganman. Ko'rsatuvdan keyin borib daraxt quchoqlashga o'tadi. Rahmat, juda zo'r. Haqiqatdan ham hozir hazil qilyapmiz, bu amaliyotni ko'plab mutaxassislar aytib o'tishgan va bu natijasini beradi. Qachonki shunga ishonsagina odam, to'g'rimi? Qalban ishonsagina.